sanoqli daqiqalar qoldi. Sanoqli daqiqa ham hali yarim soatdan ko'p jonli efir chiqishiga. Demak, studiyalar chiroyli qilib bezatib qo'yilgan. Hamma o'zi tayyorgarlik bilan band. Nasib bo'lsa bugun efir jiddiy ham chiroyli bo'ladi. Haqiqiy bayramona kayfiyatga ulashishga harakat qilamiz. To'yday bo'lsin, qo'yday bo'lsin deganlardek, hayit haqiqiysiga hammamiz uchun bayram kayfiyatida bo'lish kerak. Hammaga bayramona kayfiyat. Yangi yil hayitlarda birgalashib yetish, to'la to'kislikda, bag'ri butunlikda yetish hammamizga nasib qilsin. Yaxshi yutuqlar bilan yetish nasib qilsin. Yaxshi yangiliklar bilan o'g'il so'raganlarga Allohim o'g'il bersin, qiz so'raganlarga qiz, farzand so'raganlarga farzand bersin, nabira so'raganlarga nabira bersin Xudoyim va o'zini kasbi korida, ishida zo'r yutuqlar bilan erishish hammamizga nasib qilsin. Hayit ayyomi oldinroqdan bo'lsa ham muborak bo'lsin.